Bugünkü konumuz şehir ana planı. Şehir ana planı ne demek? Şehir ana planı belirli bir gelecek süresi için belirleyen mekansal, işlevsel, mimari, mühendislik ve ulaşım gelişimini belirleyen kapsamlı bir plandır. Genellikle bizler 15-20 yıl öncesini hesaplayarak şehir ana planını düzenleyeceğiz. Bunda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar neler? Şehrin hangi yönde büyüyeceği, yani gelişme yönleri ve yeni gelişme alanları. Burada yazıyor sanayi bölgeleri. Yani Özbekçe aytganda sanat zonaları. Diğeri toplu taşıma. Jamoat transportu. Toplu degan ko'p toplu taşıma. Sonraki diğer konumuz konut alanların yeri, yaşam bölgelerinin planlanması. Yani oradaki halkın nerede, nasıl yaşayacağı. Hem şehrin ulaşım sistemi, yani caddelerin, yolların yapılması. Sonrakisi yeşil alanlar, dinlenme ve rekreasyon alanlar, bölgeler. Şehrin ana planının amacı ve görevleri, amaçları. Şehrin amaçları oradaki yaşayan insanların güvenli, kolaylı yaşamasını sağlamak. Şehir ana planı belirli bir gelecek dönemi için şehri mekansal, işlevsel, mimari, mühendislik ve ulaşım gelişimini belirleyen kapsamlı bir plandır. Şehir ana planının amaçları neler? Bunlar arazinin rasyonel kullanımı. Yani şehir sınırlı bir alana sahip. Yani şehir ayttık malum bir çekerege ega. Ondan çıkıp ketalmaymiz. Kengayishi, yani kengayish yo'nalishlarni aniqlashimiz kerak. Qaysi hududlarning, yani yangi hududlar qayerlarga rejalashtirilyapti, uni aniqlashimiz kerak. Undan keyingisi konforlu yaşam çevresi. Yani okulların, anaokulların nasıl yerleştirileceği. Yani aytyapti şu yerda yashayotgan xalq uchun qulay sharoit yaratib berish. Masalan, maktablar, bog'chalar, shifoxonalar shu yerdagi turar joylarga yaqin bo'lishi kerak. Diğeri ekolojik denge, yani yeşil alanların, su kaynakların korunması. Yani aytyapti ekologik misal yeşil hududlar ve su manbalarining nimasi qo'riqlanishi. Misal yeşil hududlar biz aytyapmiz, misal bizga durust infrastruktura kerak, do'stlar. Lekin so'nggi jarasa ekologiya tarafidan hisob olishimiz kerak, yeşil hududlar ham kerak. Diğeri de altyapı geliştirilmesi. Yani su, elektrik, gaz, iletişim sistemleri. Bunlar şöyle. Mesela mühendislik tarmoqlari degan var. Mühendislik tarmoqlari nimalar kiradi dedi? Yo'lni shartlari. Yo'q, mühendislik tarmoqlari deganimizda gaz, su, elektr, aloqa, misol bizda Wi-Fi, bularcha ne bor bu? Aloqa. Bulardan durust rejalashtiruv, yani durust qo'yuv, misol yerleştirme, tabii yerleştirme de var. Keyingisi şehir ana planının görevleri. Nasıl görevleri var? Nelere dikkat etmemiz lazım? Burada yazıyor mekansal planlama. Yani şehrin mevcut alanı, genişleme yönleri, merkezi ve gelişme alanları. Yani aytyapti shaharning rivojlanish yo'nalishlari, uning markazi, yangi ajratilayotgan hududlar. Keyingisi ulaşım planlama.
Ulaşım planlama ne demek? Ana cadde ağı, toplu taşım güzergahları, ulaşım düğünleri ve yaya sistemleri. Burada bir yerde aytyaptı, Ömer. Bu yerde aytyaptı, ulaşım neyse planlaması. Yani transport sisteması rejalashtirilishi. Biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Asosiy katta yo'limizga, maksimum yo'limizga. Yani bu yerda nima bosim yuklama ko'payib ketmasligi kerak. Bunga qo'shimcha bizlar nima qilamiz? Bosimni kamaytirish uchun Qo'shimcha yo'llar, ichki yo'llar rejalashtiramiz. Undan keyin bizlar boshqa temalarimizni o'tganmiz, velosiped yo'llari, piyodalar yo'llari, ularning ham harakatini ta'minlashimiz kerak. Keyingisi yeşil alanlar, parklar, bahçeler, koruma kuşakları, dinleme alanları. Yani aytyapti, biz qo'shimcha infrastrukturani ichida bino va inshootlardan tashqari yashil hududlarni ham tashkil etishimiz kerak. Bu yerda insonlar uchun parklar, bog'lar, yashil hududlar, dam olish o'rinlari, hududlarni tashkil qilishimiz kerak. İşlevsel bölgelendirme, konut, kamu merkezi, sanayi, depo, ulaşım ve rekreasyon bölgeler. İşlevsel bölgelendirme bu yerde aytyapti, funksiyonal zonalarga bo'lish. Konut, turar joy, temani boshida gaplashdik. Yana qanday? Turar joydan boshqa jamoat binolari, sanoat binolari, rekreasyon, avval ham gaplashdik. Bu yerda dam olish, yani insonlarning dam olishi, boyaga aytganimizdek parklar, bu bir hududlarga, zonalarga bo'linishi funksiyasiga ko'ra, qilayotgan vazifasiga ko'ra. Misol, turar joy faqat yashash uchun. Jamoat binolari undan foydalanamiz. Bank bo'lsin, yuqori o'quv o'rinlari bo'lsin va boshqalar. Keyingisi muhandislik altyapısı, su sistemi, atık su, elektrik, gaz, ısıtma, iletişim sistemaları. Bu yerda aytyapti, muhandislik tarmoqlari nima edi? Su, ichimlik suvi, kanalizatsiya suvi, ya'ni chiqindi suvlar, gaz, issiqlik ta'minoti, yorug'lik, ya'ni elektr ta'minoti, undan boshqa aloqa. Aloqa ta'minoti, ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin. Xabarimiz bizga so'rashlar beramiz. Telefonimiz, internetimiz va boshqasi. Mimariy çözümler, şehrin görünümü, merkezi alanlar, oluşumu ve mimari bütünlük. Bu yerda aytyapti, ko'pincha bizlar qurayotganimizda ekologiyaga qo'shib, uning estetik ko'rinishini ham ta'minlashimiz kerak. Bu yerda qurilayotgan bino va inshootlarning, ya'ni shaharning go'zalligini, estetik chiroyini orttirish. İşlevsel bölgelendirmenin önemi, şehir ana planında alanların işlevlerine göre ayrılması çok önemlidir. Her bölge kendi amacına uygun şekilde çalışmalıdır. Yani fonksiyonel hududlarga bo'lishimizning ahamiyati nimadan iborat? Shahar bosh rejasini tuzayotganimizda funksiyasiga ko'ra ahamiyati dedik, to'g'rimi? Har bir hudud o'zining funksiyasiga ko'ra ish olib borishi kerak. Misol, turar joy, bu yerda yashayotgan insonlar uchun turar joy ta'minoti bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda konut bölgesi, ya'ni turar joy. Bu yerda nimalar bo'ladi? Sanab bering. Turar joy nimalar? Turar joy hududidan, funksiyasiga ko'ra. Bank kerak. Ya bolalar maydonchasi kerak. Yo'q. Zdaniya bo'yicha yo'q. İnşaatla kötü de oldu, sadece ne gibi? Administrasiyalar ishlari baxshi. Yani aytyapti, apartman, müstakil evler, okullar, mahalle hizmetleri. Hani ko'p qavatli uylar, hovli uylar, bir qavatli, ikki qavatli. Keyin bu yerdagi bog'chalar, maktablar, xizmat ko'rsatish
magazinlar, ya'ni xizmat ko'rsatish binolar, kamu markazi, keyingisi idora yapıları, alışveriş merkezleri, kultur yapıları ve ofisler. Yani jamoat binolariga o'tamiz. Bu yerda ularni ham bo'lsak qanday bino va inshootlarimiz bor bu yerda? Ya'ni boshqaruv, idora, boshqaruv organlari. Keyin bizlar biladigan xizmat ko'rsatishga ham kirib ketadi. Alışveriş, ya'ni savdo-sotiq markazlari. Yo'q, bizda bor, misol Mega, Korzinka, bozorlarimiz bor do'stlar. Ular jamoat binolariga kiradi ular. Ulaşım bölgeleri. Bu yerda aytyapti, otogar, tren istasyonu, terminallar va büyük kavşaklar. Ulaşım bölgesi, ya'ni transport hududlari. Ularga nimalar kiradi? Transport hududlari Qanday otoparklar, ya'ni avtomobil turargohlari, ne bo'yicha transport hududi bo'yicha yo'llarimizning kesishmalari, ya'ni chorrahalar, bekatlar, yana katta terminallar. Misol, nemislar Garajlar. biz aytib o'tsak, o'zimiz tilimizni aytib ketaverik. Yo'llarni shahar bilan endi temamizning ishidan ham vaqt berib qoldim. Yo'llarni nesini istyapmiz bor. Shahar to'shakdan keyin qo'shib shahar ana planida ulaşım sistemi. Bu yerda aytyapti, shahar bosh rejasi bilan transport sistemasini bir-biridan ajrata olmaymiz. Nima uchun? Bu bir-biri bilan bog'liq axir. Ulaşım sistemi ana shahar ana planining iskeleti oluşturuyor. Yani iskeletini hosil qiladi. Iskelet suyagini tashkil qiladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Qalaba onun yo'li yo'q. Siz mektepdan turar joyingizdan mektepga yurish joyingizga ikisinin arasındaki ilişki neler? Şehrin ana planı ile ulaşım sistemi birbirinden ayrı olamaz. Yani konuttan işe gitmek, okul ve sağlık hizmetlerine erişmek, yük taşımacılığı ve lojistik, dış ulaşım terminallarına erişim. Yani bir yerde aytapti, biz turar joydan iş joyimizga, yana ish joyimizdan yoki yashash joyimizdan sog'liq markazlariga, shifoxonalarga borish, undan tashqari shahardan tashqariga chiqish uchun ham baribir bizning transport sistemamiz, yo'l va ko'chalarimiz kerak bo'ladi. Doğru planlamanın sonuçları, yani doğru planlamanın sonuçları, yani şehir ana planı ile ulaşım sisteminin doğru sonuçları nelere erişiyoruz? Yani konut iş mesafesinin optimal olması, ana yolların aşırı yük düşmez, toplu taşıma verimli çalışır, trafik sıkışıklığı azalır, yaya güvenliği artar. Bu yerda aytyapti, shahar bosh rejasi bilan transport sistemasining to'g'ri loyihalashtirish natijasida biz erishadigan narsalar nimalar? Bu ish va turar joy orasidagi masofaning optimal bo'lishi. Bundan tashqari markaziy yo'llarimizga ortiqcha yukning tushishini kamayishi, tushmasligi yani. Keyin jamoat transportlarining samarali ishlashi. Undan tashqari trafik sıkışıklığı, yani biz biladigan transport ko'payib ketishidan keladigan nimalar? Tirbandliklarning kamayishi. Bundan tashqari shu yerda harakatlanayotgan piyodalarning xavfsizligining ortishi.